yilda tibbiyot sohasidagi transformatsiya jarayonlari yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Buni amaliyotga tatbiq etilayotgan reabilitatsiya dasturi misolida ham ko'rish mumkin. Bu tuzum dastlabki Sirdaryo viloyatida sinovdan o'tkazildi, undan keyin Toshkent shahrida ishga tushirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-sentyabrdagi 311-sonli qaroriga binoan davlat tibbiy sug'urta mexanizmlarini joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra 2025-yilning yakunlariga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlarida ham davlat tibbiy sug'urta mexanizmlarini joriy etish belgilangan edi. Mazkur qaror ijrosi sifatida tibbiy sug'urta mexanizmi doirasida sanab o'tilgan viloyatlarda elektron retsept tizimini joriy etish, dorixona va dorixona shoxobchalarini reabilitatsiya dasturiga ulash ishlari olib borildi. Bugungi kunda kompaniya va uning tizimidagi jamiyatlarga qarashli 438 ta dorixona va dorixona shoxobchalarida reabilitatsiya dasturi mavjud. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasidagi dori-darmonning 36 ta, Buxoro dori-darmon 105 ta hamda Xorazm dori-darmonni 79 ta, Samarqand dori-darmon hamda Qashqadaryo dori-darmonlarida 48 tadan, Navoiy dori-darmonida esa 33 ta dorixonasida elektron retsept asosida dori vositalari olish mumkin. Bundan tashqari, Sirdaryo mintaqaviy bo'linmamizda 44 ta va kompaniyaning Toshkent shahridagi 45 ta dorixona va dorixona shoxobchalarida ham reabilitatsiya dasturi bo'yicha ish olib borilmoqda. Joriy yil 8-sentyabr kuni sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish jarayonlarini yanada jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 570-son hukumat qarori bilan tibbiyot tashkilotlarida retsept bilan belgilangan dori vositalarini elektron retsept asosida tayinlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Nizomga ko'ra 2025-yil 10-dekabrda Toshkent shahri hamda viloyatlardagi 15 ta tuman va shahardagi barcha tibbiyot muassasalarida tajriba sinov tariqasida dori vositalarini xalqaro patentlanmagan nomi bo'yicha elektron retsept asosida rasmiylashtirish belgilangan. Sog'liqni saqlash vazirining 16-dekabrda kuchga kirgan elektron retsept tizimini bosqichma-bosqich joriy etish tartibini tasdiqlash to'g'risidagi buyrug'iga ko'ra, retsept bilan belgilangan dori vositalarini bosqichma-bosqich elektron retsept asosida tayinlash belgilandi. Birinchi bosqichda antibiotiklar va tizimli ta'sir etuvchi sintetik antibakterial dori vositalari, tizimli ta'sir etuvchi gormonal dori vositalari elektron retsept asosida berilishi belgilandi. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli dorixonalar elektron retsept asosida dori vositalarini berishga tayyor va davlatimizda farmatsevtika sohasida olib borilayotgan islohotlarni har doim qo'llab-quvvatlaydi.